Hozirgi kunda yer yuzida 8 milliarddan oshiq odam yashamoqda va bu insonlarning hech biri bizni asl vatanimiz yer emasligini, aslida bizlar yer sayyorasidan o'zga sayyoralik ekanimizni o'ylab ham ko'rishmagan. Shu insonlar qatorida siz ham borsiz. Bugungi videomizda bizlardan oldin yer yuzida kimlar bo'lganligini, nima sababdan yer yuziga bizlar yuborilganligimizni, asl vatanimiz yer emas, boshqa joyligini sahih manbalar asosida ko'rib chiqamiz. Bir kuni Alloh subhanahu va taolo shunday dedi: "Bo'l." Va Alloh xohlagan mahluqotlar yarala boshladi. Ulardan biri qalam edi va Alloh qalamga yoz dedi. Va o'sha daqiqadan to qiyomatgacha bo'ladigan hamma narsa yozila boshladi. Quyosh, oy, biz bilgan va bilmagan sayyoralar yaratildi. Va bugun biz yashab turgan yer sayyorasi ham. Va u yerda ilk bor yaratilgan mahluqotlardan biri Hin va Bin mahluqotlaridir. Ular yer yuzida fitna, fasod va buzg'unchiliklarni qila boshladilar va Alloh subhanahu va taolo ularni yer yuzidan yo'q qilib yubordi. Yoki boshqa bir manbalarga ko'ra Alloh ularning ustiga jinlarni yubordi. Jinlar ularni mag'lub qilib yer yuzida hukmronlik qila boshladi. Shu tariqa yer yuzida insondan oldin va Hin va Binni mag'lub qilgan jin toifasi yer yuzida hukmronlik qila boshladi. Xuddi oldingi toifa singari jinlar ham yer yuzida fitna, fasod va Allohga osiylik qila boshladi. Alloh subhanahu va taolo xuddi inson bolasiga yuborgani kabi ularga ham payg'ambar yubordi. Ular ham insonlar kabi itoat qilishmadi yoki payg'ambarlarini o'ldirishdi. Va Alloh ularning ustiga farishtalarni yubordi va ularni ko'p qismini yo'q qilib yubordi. Omon qolganlari esa dengizlarning qa'riga va g'orlarning eng chuqur joylariga qochishdi. Ularning ichida Allohga ko'p sajda qilgan va ibodat qilgan bir jin bor edi. Uning ismi Azozil edi. Alloh subhanahu va taolo uni iymoni tufayli jannatga kirgizdi va jannatda xohlaganicha yurishga ruxsat berdi. Albatta, bu aytganlarim sahih manba asosida emas edi. Endi esa sahih manbalar asosida bizlarning asl vatanimiz qayer ekanligini va nima sababdan yer yuziga tushirilganligimizni gaplashamiz. Bundan oldin esa farishtalar va Azozil suhbatiga bir e'tibor bering. Farishtalar Azozilga dedi: "Bilasanmi, Lavhul Mahfuzda bir banda haqida gap ketgan. Unga Alloh buyuk lutf ko'rsatdi va uni jannatga kirgizadi va unga bu yerda xohlagan joyida yur deydi. U esa Allohga osiy bo'ladi va shu tariqa alayhi la'na, ya'ni Allohning la'natiga uchraydi" deydi. Shunda Azozil: "Men ham ko'rdim. U qanday badbaxt banda ekanki, Allohning shuncha lutfidan keyin ham Allohga osiy bo'lsa-ya" deb farishtalarga aytadi. Shundan so'ng Alloh subhanahu va taolo farishtalarga shunday xitob qiladi: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bu yerda farishtalar Allohga osiy bo'lishmayapti. Shunchaki yuqorida aytilganlarimizday yer yuzida yaratilgan mavjudotlar fasod qildi va qon to'kishdi. Bu yaratilgan mavjudot ham shu ishni qiladimi degan ma'noda so'rashmoqda. Shu tariqa Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni yaratdi va farishtalarga shunday xitob qildi: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
Shu tariqa hammamizning otamiz bo'lgan Odam alayhissalom jannatda yaratildi. Ularga guvoh bo'lgan Azozil esa sajda qilishdan bosh tortdi. Qur'onda bu haqida shunday deyilgan: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. So'ngra Azozil haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan tafsirda shunday deyilgan: Iblisning ismi Azozil edi. Osmon ahlidan eng bilimdon va eng ko'p ibodat qiluvchilardan biri edi. Ammo u gunoh qildi. Allohga isyon keltirdi va Alloh uni la'natladi. Uning ismini Iblis deb o'zgartirdi, deyiladi. Bundan oladigan ibratimiz shuki, yuqorida Iblis va farishtalar suhbatiga e'tibor bering. Lavhul Mahfuzda yozilgan Allohning shuncha ne'matini olib, so'ngra osiy bo'ladigan banda haqida yozilgan edi. Buni u bilardi va o'qigan edi, lekin u men emas deb o'ylagan edi. Xuddi biz kabi. Qur'oni Karimdan son-sanoqsiz oyatlar bor. Allohning buyruqlariga itoat qilmagan qavmlarning boshlariga kelgan falokatlar haqida. Bizlar ham buni eshitamiz, o'qiymiz, lekin bizni boshimizga kelmaydi deb yuribmiz. Xuddi Azozil kabi. So'zim yakunini esa Qur'ondagi shu oyatlar bilan yakunlayman. Kim mening zikrimdan yuz o'girsa, albatta unga torchilik hayoti bo'lur. Qiyomat kuni uni ko'r holatda tiriltiramiz deyiladi. Shunda ko'r holatda tirilgan banda: "Ey Robbim, nima uchun meni ko'r holatda tiriltirding? Axir ko'ruvchi edim-ki" deydi. Shunda Alloh u insonga shunday deb javob beradi: "Senga oyatlarimiz keldi, sen esa ularni unutding. Shuningdek, sen ham bugun unutilasan" deydi. Boshqa bir oyatda esa: "Biz hech bir qavmni jazolamaymiz, to ularga ogohlantiruvchi yubormagunimizcha" deyiladi. Bu videoni bekorga tomosha qilmayotgandirsiz. Balkim bu siz uchun ogohlantiruvchidir. Har birimizni qiyomat kunida unutiluvchi bandalar qatorida bo'lishdan Allohning o'zi asrasin.